Rekording qilamiz. Xudo xohlasa boshladik bo'lmasa. Okey, ketdik. O'tgan safargida o'zgaruvchilar yaratishni o'rgandik. Juda ham oddiy edi. Shunchaki masala ishlashlaringizga oson bo'lishi uchun iloji boricha mayda-chuyda narsalarni aytib o'tirmadim. Misol uchun hattoki ozgina nomlanishda ham xato qilish mumkin ko'pchilik. Va nomlanishda xato qilmaylar. Misol uchun qanaqadir o'zgaruvchining nomini yozsangiz, misol uchun salom deb nomlasangiz, mana shu salom bu o'zgaruvchi bo'ladi-da. Xohlasangiz salom mana bunaqa bo'lishi mumkin. Bunaqa ham qilsangiz bo'ladi. Mana ham o'zgaruvchi nom hisobiga kiradi. Hattoki bu ham kiradi. Mana bu ham salom ham o'zgaruvchi nomiga kiradi. Ya'ni xohlasangiz salom katta harf bilan boshlab o'zgaruvchi qiling. Xohlasangiz kichkina harf bilan kelib, katta harf bilan nom yozasiz bular salom. Mana, xuddi shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, bitta narsani so'ramoqchi edim sizdan. Xo'p. Misol uchun uy ishida men tushunmagan narsamga AI ishlatdim. Bu narsa normalmi yo nimadir tushunmasam faqat sizdan so'rayman. Iloji boricha mendan so'rang. Lekin nima deydi, agar tushunmaydigan juda ham rostakamiga o'sha narsaga muammo bo'ladigan bo'lsa, AI dan so'rab explain qilib berishini so'rang. Ya'ni shunchaki sizga ishlab bermasin. Ya'ni ko'rona shunaqa qarab ketmang. O'sha narsani eslab qoling. Ya'ni misol uchun tushuntirib berding, ya'ni yechib berma, mana shu misolni o'zi tashlaysizda, menga shu narsani tushuntirib ber, ishlamadi deysizda. U sizga aytadi, mana bunaqa bo'lsa bunaqa, bunaqa qilsa bu bunaqa. Siz o'sha narsaga urinib ko'rasizda keyin. Atak u darajagacha borguncha sizdan bemalol so'raverganimiz yaxshi. Bezovta qilgan bo'lmaymizmi? Yo'q. So'rasangiz, men o'zi vaqtimni ajratib bemalol qachon vaqtim bo'lgan vaqtda shuni nima qilib qo'yaman, javobini yozib qo'yaman. Uy ishini qulay bo'lish uchun tashlash sizga faylni tashlash kerakmi yo screen qilib tashlash kerakmi? Menda ham tayyor. Qaysi holatda tashlash kerak? Iloji boricha py faylga qiling. Menga py faylni ochish osonda. Demak, o'sha xotirasidan mo'y fayldan kirib turib sizga tashladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Qayerda nima qilgan bo'lsa, shu py faylmi yoki Jupyter notebook nimasimi, shuni tashlasangiz, men ochish oson bo'ladi. Bitta bosamanda ochib kirib ketaveramanda, shunisi menga yaxshi. Bo'ldi, xo'p bo'ldi. Hozir unda masra tashlab qo'yaman. Rahmat kattakon. Xo'p. Keyingilarda nomlar noto'g'ri nomlangan bo'lishi mumkin. Misol uchun ko'pchilik mana bunaqa qo'yish mumkin. Salom bo'lishi mumkin. Bu xato. Bu xato nomlangan. Misol uchun yokida salomni mana bunaqa qilib yozish mumkin. Ya'ni bu ham o'zgaruvchining noto'g'risi. Keyin yokida salom bo'lib ketib qolishi mumkin. Qachonki bu ikkalasi o'rtasida bir vergul turib, qaysidir aniqlab bermas ekan, hech qanaqasiga bu to'g'ri hisoblanmaydi. Xuddi shu narsalarga e'tiborli bo'lasizlar. Okey, keyin ketdik. O'zi unaqa ko'p narsamiz. Misol uchun o'zgaruvchi yaratganimizda bir nechta o'zgaruvchiga qiymat nima deydi? Qiymat bersak bo'ladi. Misol uchun misol uchun A, B, C deydigan bo'lsak, o'sha qiymatlarga shu barobardan keyin yozib ketaversak bo'ladi. Misol uchun olma yoki olma, misol uchun anor yoki BH degan narsalar bor. Xuddi shu narsani qo'shib ketsak bo'ladi. Har bittasini print qilib chiqarsangiz bo'ladi. Misol uchun print deysiz, xuddi shu narsani copy paste qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Misol uchun B, keyingisi C deysiz-ku. Mana keyingisi C bo'lishi mumkin. Mana bu olma, anor, BH deb chiqarib beryapti. Xuddi shunaqa qilsangiz bo'ladi. Yokida har bitta 3 tasiga birdan bersangiz bo'ladi. Misol uchun A, misol uchun B, yo adashmasa shunaqa A, B, keyin C deysiz-da-yu. Mana bunaqa qilsangiz bo'ladi. Option meva deysiz-da-yu. Bitta print A yozasiz-da-yu. Keyin qolganlarini ham xuddi shu narsaga qo'yib ketaverasiz. Misol uchun A, B, C qilasiz-da-yu. Meva mana qarang, har bittasiga shunday qilib chiqarsangiz bo'ladi. Bemalol shunaqa qilib bir o'zlaringiz harakat qilib ko'ringlar. Ya'ni men kitobda topshirganman, o'zbekcha ham, inglizcha ham. Bizni mana shu joyda qotib qolmaslik kerak. Men iloji boricha video dars tashlab beryapman. U video darsni ham ko'rishlaringiz kerak keyingi safargalarda. Shuning uchun davay ketdik. Keyingi hozirni o'tadigan narsamiz sizlar bilan listlar bo'ladi. Listlarni boshlashimiz kerak. Listlar bu nima deydigan bo'lsangiz, bu ham bir store qiladigan, ya'ni bir tasavvur qiling, bir ma'lumotlaringizni bir o'zgaruvchini ichiga, to'rtburchak qaus ichida, ya'ni o'zgaruvchi yaratasiz va to'rtburchak qaus ichida uni
ma'lumotlaringizni store, ya'ni o'sha yerda saqlasangiz bo'ladi. Misol uchun mevalar deysizda-yu, o'zgaruvchi teng, ya'ni o'zgaruvchi nomlaysiz, keyin bitta bosasizda-yu, uni ichida ma'lumot yozsangiz bo'ladi. Misol uchun olma, mana bir tirnoq yoki qo'sh tirnoq bilan anor, yana nima bo'lishi mumkin? BH bor ekan, xo'p. Keyin shaftoli yozib ketaverasiz. Mana shunaqa qilasizda-yu, keyingisi chiqarar ekan, sanaqa. Print mevalar deb chiqarasiz. Mana yerda ko'rishingiz mumkin hozir. Men kim edi endi? Okay, nima bosilmayapti bu? Xo'sh. Qanday qilamiz endi? What the heck? Mana. Yaxshi. Qo'shilib olishda adashmasam meni xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Okay, mana buni qilsangiz ham bo'ladi. Yo'qida bitta narsasi bor, mevalar deysizda-yu, list mana bunaqa ochiladi. List deysiz, mana bunaqa ochib ketasiz. Buning ichida ham xuddi shunaqa narsani yozsangiz bo'ladi. Bu ham hattoki o'sha bor narsamiz list hisoblanadi. Faqat list deb yozasiz, undan keyin print mikrofonni o'chirib qo'yinglar agar kerak bo'lmaydigan bo'lsa. Olma, mana anor, BH, shaftoli deb aytsangiz bo'laveradi. Mana shu ikkalasi ham list, bitta narsa, ikkalasi ham bitta narsa. Xohlasangiz, misol uchun type misol uchun mevalar yozadigan bo'lsangiz, mana list bilan ko'rishingiz mumkin. Demak, bu list ekan. Endi bitta narsamiz hozir bitta narsaga kelishimiz kerak. Listning ichidagi ma'lumotlarga access kira olishimiz kerak. Access nima bu degansiz? Bu ichkariga kirib nimadir o'zgartira olishimiz yoki o'sha mevalardagi yoki qaysidir mahsulotni olib ko'rishimiz mumkin. Va tasavvur qiling, misol uchun menga ana shu yerdan pastga tushiraylik shuni. Olma qiziq. Olma mevasini qiziq. Lekin bilmayman qanaqa qilib olishni. Tasavvur qiling. Misol uchun men olmoqchi bo'lishim uchun bizda indekslar bor. Ya'ni bilasiz, dasturlashuvda 0 dan sanaymiz. Bunda ham xuddi shunaqa. Listning ichimizda mahsulotlarimiz hammasi 0 dan sanaladi. Siz uchun 0, mana yerda ko'rishingiz 0, 1, 2, 3 hisoblanadi. Bu yerda qilishingiz uchun juda ham oson. Print deysiz. yoki mana bunaqa qilib ketsangiz bo'ladi. Bu nima deydi? Print yozishingiz ham shart emas. Bu Jupyter Notebook'ku print mevalar yozasiz. Uni ichidan misol uchun nima bo'lishi mumkin? Xo'sh. Nima yozsak bo'ladi? Misol uchun 0-element olsak bo'ladi. Mana olma. 0-element oldik olma. Mevalar deysiz. Yana qaysi biri? 3-element olamiz. Shaftoli ekan. Yana nimani olamiz? Mevalar desakda 10-element olamizmi? Okay, bizda yo'q. Nimaga? List in the out of range. Range'da yo'q, chunki unchalik ko'p ma'lumotimiz yo'q ichkarida. Ya'ni boradida, qidiradi, topolmasa qaytib kelib, bunaqa narsamiz yo'q ekan. Nimaga unaqa narsani berding degan narsani chiqarib beradi. Mevalar, mana mevalar. Juda ham zo'rda bu Jupyter. Shu uchun misol uchun xohlagan joyingizdan xohlagancha chaqirib olasiz. Mana pastga tushadi bitta mevalar bilan. Keyin bitta narsa bor. Endi tasavvur qiling. Chiqqan ma'lumotimizda, ya'ni ollikka bitta misol uchun mevalarni oldik, ana olmani oldik-da, o'sha olgan bitta o'zini qanaqadir o'zgartirishimiz mumkin. Formatini, ya'ni text formatini o'zgartirishimiz ham mumkin. Nimalar qila olamiz desak, misol uchun mevalar deysiz, mevalardan hammasi kichkina harf bilan yozgan atayin, ya'ni title qilasizda-yu, ya'ni title chiqarib berish mumkin. Bu nima ekan? Qarang, boya o'zi tepada olma mana yerda kichkina harf bilan yozilgan. Lekin title bilan qilganim uchun bu yerda o'sha title bu bittasini baland qila qarang. Return a version of the string where each word is title cased. More specific, words start with uppercase characters. All the remaining case characters have a lowercase. Ya'ni bu yerda shunaqa deyapti-ku, mana shu titleimiz faqat o'sha chiqadigan elementni, qiymatni faqat bosh harfinigina nima qilar ekan, katta qilib chiqarib berar ekan bizga. Kelaylar bitta narsani o'rgataman. Misol uchun mevalar deydigan bo'lsangiz, mevalarda endi keling, misol uchun bunaqasiga ham chiqardik. Mana o'ngdan chapdan o'ngga qarab chiqardik. Endi o'ngdan chapga qarab chiqalaramiz siz -1 ishlatasiz. Mana -1. -1 bu o'sha tomondan bu tomonga qarab sanaydi. -1imiz bu shaftoli. -2imiz nima bo'lishi mumkin? -2imiz BH bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bosarga siz mana BH. Xuddi shunaqa qilib chiqarasiz. Endi tasavvur qiling. Bizda ko'p ma'lumot, ya'ni ma'lumotimiz ko'payib boraveradi. Ya'ni o'zimizga moslab chiqaraversak bo'ladimi? Ha, albatta. Xohlaganimizcha o'zimiz o'zgartirsak bo'ladi.
Keling misol uchun hozir sizlarga f string haqida gapiraman. Formatting string bu chiqaradigan ma'lumotlaringizni yana ham chiroyliroq, ya'ni tartibli string bilan string qo'shib chiqarsiz bo'ladi. Tasavvur qiling, nima deymiz? Friends deb yaratadi. Friends inglizcha, o'zbekcha yaratadi hammasini. Studentlar desak, studentlar yaratasizda ism familiyangizni yozasiz bo'lib mumkin. Mana shuni o'zgartiramiz. Misol uchun Abul Qosim Sarvinos, xo'sh, keyingisi yana kim? Otabek. Kimni esimga kelsa shuni yozyapman. Kim yana? Halima. Okay. Yana kim bo'lish mumkin? Shokir bo'lish mumkin. Farqi yo'q. Mana bu list yaratib oldik. Mana ko'rishingiz list. Mana bu listimizni chiqarib oldik. Mana studentlar deydigan bo'lsa, mana chiqarib keladi. Abul Qosim, Sarmunas, Otabek, Halima, Shokir deb chiqarib beradi. Endi bu narsani f string bilan chiroyli qilib chiqarsak bo'ladi. Misol uchun har bittasini xabar deb yaratamizda o'zgaruvchi f string qo'yasizda qo'sh tirnoq bilan my deylik, meaning aziz do'stlarim deysizda-yu, nima qilasiz? Studentlar yozishingiz mumkin. Nokta title ketadi. Ya ozgina adashdim, bu ichida bo'lish kerak. Ozgina adashdim. Bunaqa title ketish mumkin. Xo'sh, nima deyapti? Title yo'q. Chunki biz adashdik. Studentlarning ichidan qaysi birinidir tanlashni o'rniga attributni ichida yo'q, bo'lmaydi-da. Bu bunaqasiga bo'lmaydi. Misol uchun keling birontasini tanlab qo'ya qolamiz. 0-element tanlasak. Mana. Agar bunday qilamiz, xabarda chiqaradigan bo'lsak, mening aziz do'stlarim, do'stim deylik. Do'stim. Mana bunasini chiqaramiz. Do'stim Abul Qosim chiqaradi. Xuddi shunaqa qilib chiqarsak bo'ladi. Yana xohlagansiz o'zlashtirasiz, yana o'zgartirib bo'laveradi. Yana f string bilan format string ancha bizga qo'l keladi. Xuddi shunaqa vaziyatda. Yana tasavvur qiling, yana aytishingiz mumkin. Ustoz, mana shuncha bor ekan. Xo'p, listimiz ichidagi kim nimadir o'zgartira olamizmi desangiz bo'ladi. Ha, o'zgartirishimiz mumkin. Bu juda ham oson. O'zgartirishimiz nimalar? Mevalarni boshlaydi-mi? Mevalar bo'lsa mana olma, anor, behi, shaftoli. Studentlar bossak, xo'p, qaysi birini olamiz? Ikkalasidan bittasi. Xo'p, mevalarni o'zgartira qolamiz. Bilasiz, hamma narsa bor mevalarimiz ichida. Endi misol uchun o'sha mevalarning ichida mevalar deysizda-yu, qaysinchidir elementni indeksi bilan o'zgartirasiz. Misol uchun 0-element, ya'ni indeks ostidagi elementni, misol uchun olmani men tarvuz bilan o'zgartirmoqchiman. Va bosam saqladi o'sha allaqachon o'zgardi mevalar deydigan bo'lsam, qarang. Mana yerda ko'rishingiz mumkin. Tarvuz, keyin anor, keyin behi, keyin shaftoli bo'lib chiqib ketyapti. Xuddi shunaqa tartibda sekin chiqaveradi. Bu qarang qanchalik oson bizda. Endi aytishingiz mumkin. Xo'p, hammasi yaxshi, tushunarli. Endi qanaqa qilib mahsulot qo'shishimiz mumkin? Mana hozir indeksi bilan o'zgartirdik. Qanaqa qilib mahsulot qo'sha olamiz? Bizda u uchun ham javobimiz bor. Bizda append metodi bor. Append bu qo'shish metodi. Bu asosidagi append bilan nima qo'shishimiz mumkin? Mevalarga banan qo'shamiz. Banana. Okay, mevalar qo'yishdik. Mevalarni chiqarib olsak, mevalar mana bosargan bo'lsak, mana tarvuz, anor, behi, shaftoli, banana. Bitta narsa bor, append metodi shunaqa ishlaydi-ku, faqatgina listimizning oxiridan elementni qo'shib ketaverishi mumkin. Yana ham yaxshi osonroq tushuntirsam, nimalarimiz bor o'zi. Misol uchun, xo'sh, ismlar deylik. Ismlar degan o'zgaruvchi ochdik. Shunchaki bo'sh list tashlab ketsakchi. Ismlar deysiz, nuqta append nimadir qo'shib ketasiz. Misol uchun append qilasizda, bir qo'shsam, qo'shsak bo'ladi o'zimning ismim. 5-6 marta boshqa ism kelmayapti-da menga. Ismlar keyin misol uchun append Javohir, misol uchun Javohir. Keyingisi ismlar nuqta append
Shohrux kelishi mumkin. Okey, mana ismlar yozadigan bo'lsangiz, mana kirish Abulqosim Javohir Shohrux deb chiqib kelyapti. Xuddi shunaqa qilib osonlikcha maza qilib o'zingizga moslab qo'shaverasiz, bo'laveradi. Endi bizda shunaqa zo'r narsa bor. Insert degan funksiyamiz bor. Insert funksiyamiz shunchaki qaysidir elementni shuni surib qo'yadi, undan oldin joylashib oladi. Misol uchun mevalar deymiz. Mevalarimiz hali ham bormi? Mevalarimiz bor. Ajoyib. Mevalarimiz bor. Mevalar deymizda nuqta insert degan aytdim, insertimiz bor. Insertni dumaloq qavs bilan aytasiz. 0-elementda nimani qo'shsak bo'ladi? O'rik. O'rik. Mana mevalar deydigan bo'lsam, qarang. O'rikni birinchi olib qo'ydi. O'rik, tarvuz, anor, behi, shaftoli, banana ketdi. Xuddi shunaqa. Shuni surib qo'ydi-da, 0-indeks ostidagi mevani bitta nimaga, keyin o'zini nimasini qo'shdi. Xuddi shunday qilib siz ham qo'shib ayirib degandek ishlataversangiz bo'laveradi. Xo'sh, endi bizda bitta funksiyamiz bor. Delete degan. Bu yerda funksiyalarimiz ko'p-da. Misol uchun mevalar dedik, mevalarni olamiz, nuqta. Qarang, mana yerda shuncha funksiyamiz bor. Clear, copy, count, extend, index, insert. Hammasini o'ta olmasligi mumkin. Shuning uchun shu darsimizda tezroq bo'ladi. Kitobga qarab sekin o'rganaverasizlar. Okey, buni juda ham oson. Mevalarni chiqaramiz. Mana o'rik bor. Bitta narsa qilasiz, del deysiz. Del bu delete'dan mevalar desam, nimani, qaysinchi elementni o'chirishim kerak? Misol uchun 0-elementni o'chiradigan bo'lsam, o'yinchi bo'lib qoldi. 0-elementni o'chiradigan bo'lsam, keyin mevalarni bitta check qilib yuboradigan bo'lsam, mana qarang, o'rik yo'q bo'lib qoldi. Delete qilib tashlabdi. Xuddi shunday qilib ishlatsangiz bo'laveradi. Keyin bitta narsamiz bor. Mevalar aytib mana keldi. Bizda pop metodi bor. Pop metodi bu sug'urib olish uchun, misol uchun. Kelaylik, misol uchun pop deysiz. Pop method. Pop metod deysiz-dayu. Mevalardan nuqta pop aytasiz-dayu. Keyin bitta narsa qilib pop method deb chiqarsiz. Nima? Bananani o'zini sug'urib olgan bo'ladi. Bu pop metodimiz xuddi append'dagi, faqat bu boshqacha ishlaydi. Pop metodi sug'urib olish uchun. Append bilasiz, oxiriga qo'shiladi. Bu oxirdan sug'urib olish uchun ishlatiladi. Mana oxirdan sug'urib olish uchun ishlatiladi. Xuddi shunday qilib sug'urib olib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bitta narsasi bor, buni yana ham yaxshi tomoni bor. Misol uchun qaysidir elementni o'zingiz belgilaysiz. Ikkinchi element pop metod bo'lsa, mana behi. O'zingiz qachonki o'sha ichida indeks qo'yib, qaysidir o'sha yoqmaydigan nimani sug'urib olsangiz bo'laveradi o'z xohishingiz bilan. Okey, indeksini yozasiz, tamom. Bizda keyin remove degan narsamiz bor. Remove'miz ham xuddi shunga o'xshab ishlaydi. Faqat bu remove qo'ygingiz o'chirish. Yozasizlar, nimada yozasiz? Anor yozadiganmiz. Mana mevalarda anorni o'chirib tashladi. Mevalarni ko'radiganmiz, mana tarvuz, shaftoli. Bitta yo'q qilyapmiz-ku, shunaqa qilib qo'yibdi. Okey, keyin pastga tushib ketaverasiz. Xuddi shunday qilib o'zingiz ya'ni asosan kreativlik, abstrakt ishlating, boshqa qiling, ketaverish kerak, umuman to'xtab qolmaslik kerak. Hop. Title'ni o'rgatdim. Title'dan keyin anavini ham o'rgatishim kerak. Lowercase, uppercase degan bor-da. Lowercase, case, mana qarang, lowercase, uppercase. Lowercase, uppercase. Okay. Lowercase, uppercase bu nima deydi? Pasaytirib, keyin opsiyasi kattatirib. Ismlar bor edi, bizda ismlarimiz mana hali ham bor, Abulqosim. Nima edi bu? Ismlarimiz studentlar-da, studentlar dedik. Mana Abulqosim, Sarvinoz, Otabek, Halima, Shokir, Zafar. Har bittasini lower qilib olishimiz mumkin-da. Qarang, misol uchun nima deb yozsak bo'ladi? Okay. Bunaqa qilsak bo'larmi ekan? For students misol uchun.
studentlar student nokta nima qilsak bo'ladi? Upmi? Lower print student. Ay. Shokir. Ya'ni nima bu? Nima qildi? Nima deb o'ylaysizlar? Okay. Qiziqda. lower case yozilmaydimi? Ha? Tushunmadim. Menimcha studentdagi ma'lumotlarini hammasini lower case'ga olib o'tadi-da, ya'ni kichkina harflarga olib o'tadi. Xo'p, o'tgan bo'lsa ham lekin mana yerda katta harf bilan chiqar ekan baribir. Yo, lower case yozilmaydimi? Lower yozilgan emas. Lower yoziladi. Lower yoziladi shunaqa. Albatta shunaqa. Xo'sh. Qanaqa xato ketishida? Shokir chiqaradi. U xato-ku o'zi. Bizga shokir chiqarmasi kerak, to'g'rimi? Har bittasini chiqaradi. Ha. Xo'sh. Kimni kallasiga keldi? Print students bo'lish kerak-ku. Nega siz studentga birdan olib o'tyapsiz? Mana bunaqa deysizmi? Ha. Yo'q-ku. Sen- Qani ishlamadik. Hop, agar for Kaos siz ichiga nimaga indeks berasizda, kaos ichiga indeks. ha. Tushunmadim. Student indeksini bering deyapti. Nimaga berishim kerak? Hammasini chiqara olmaymanmi? Takma-tak qilib. Misol uchun bu shu uchun ishlatar ekan. For deyapmiz-ku. Studentlar ichida keyin chiqargan studentni aytamiz, lowerda chiqarib ber deyapman. Bu unda hozir tabga qarab ishlayapti men. Printni ham for ichiga kiritish kerak. Ha? Oxirida print funksiyasini demak for ichida bersak bo'lmaydimi? Siz qayerdan ko'rmanglar, ey. ChatGPT qilasizlar. Qayerdan? Miyani ishlatish kerak. Print funksiyasini oldin bitta tab tashlangchi. Print funksiyasini oldin tab ichkariga deyapsiz, forni ichiga. Ha. Yo'q, unda yo'q. Qaranglar. Lower case borda, davomi borda lowerda. Yo'q, funksiya to'g'ri yozilgan, hech qanaqa lower case bo'lmaydi, lower bilan chaqiriladi. U Xo'sh. unda emas, xato. Menimcha biz for deb ichida aylantirganimizda, voy. Shunaqa. Hozir aytmoqchi edim, nimaga biz student deb qabul qildik-da, lekin biz chaqirganimizda birdan print tishga yozib chiqmadik demoqchi edim. Yana qanaqa usulib boran shu narsa? O'zlari ustozi dasturchisizlar ham, to'g'rimi? If else'lar bo'yicha-chi. Yo'q, bu if else shart emas, chunki bu hozir list sort for listga salgina biz ham taalluqliga ko'p joyi bo'lgani shu uchun qilyapmiz. Qarang, u Keyin list misol uchun forsiz Gapiring. misol uchun for ishlatmasdan turib ham просто print studentlar lower deb qo'ysangiz chiqaveradi shakl. U обязательно alohida berish shart emas shakl. Mana raqam. Просто studentlar и nuqta lower и xuddi shunaqa tepadagidek. Lower и unda nimaga list object has no attribute lower. List object demak listda bo'lmas ekan, o'zini attributi. Shuncha alohida beribsiz-da for bilan, to'g'rimi? Aha, shu uchun shunaqa bergandim. Boshqacharoq mana qaranglar, boyagi tepadagi yo'li zo'r edi. Yaxshi, for bilan chiroyli. Boshqacharoq qilsak bo'ladi. Misol uchun studentlarni nima desam bo'ladi? X deylik, bitta o'zgaruvchi ochib, mana X ochib shunchaki bo'sh list tashlab ketsak, keyingisi qarang, for student in students deysiz, studentlar. Keyin bosasiz. X nokta append ichida student nokta lower
bunaqa he keyin keyin mana qarang mana qilsam bo'ladi. Yana bu ya'ni oladi-dayu tepadagiga kirgizib yuboradi. Bunaqa boyagidek muammo bo'lmaydi keyinroq. Ya'ni tashqarida yozilgan bo'laveradi keyinda. Ya'ni printni bemalol so'rab olish uchun. Yaxshi, lekin bu Lara allaqachon yozgan ekan, men qaramaman. Yaxshi, ajoyib. Bo'lishi kerak edi. Bu qiz topgan ekan, yozgan ekan, men qaramaman. Okay. Juda ham yaxshi. Men xuddi shunaqa qilib olsak bo'lardi. Okay, mana bir o'rganlar, chiroyli dars bo'ldi mana shu ikkita qism. Shunchaki shunaqa qilib o'zlashib ketaverasizlar. Okay, keyingisi sortlashimiz bor. Mashinalar. Ya'ni bo'li studentlarga qolamiz. Studentlar bizga anchagina ko'proq, yaxshiroq ham shu. Studentlar bor. Endi studentlarni sartarafga qilsak bo'ladi. Sort degan narsa bor. Keyin studentlarni chiqarsak mana. Abulqosim, Otabek, Sarvinoz, Shokir, Halima. Nimaga shunaqa qilib chiqardi deysiz? Bu alifbe tartibiga sortlab chiqaribdi-da. Birinchi qaysi biri keladi, o'sha bo'yicha. Xuddi shu bo'yicha qilib olyapti. Keyin bitta narsasi bor. Hozir bitta zo'r narsa ko'rsataman. Nima deydi? Adashmasam qanaqa edi u? Naqamada hozir studentlar.sort deysizda-yu, reverse true edi-da. Reverse true yozasiz. Okay. Studentlarni chiqaradigan bo'lsak, mana qarang. Halima, Shokir, Sarvinoz bunaqasiga chiqarib beradi-da. Bunaqasiga keyin bunaqasi o'zgartirib chiqarib beradi. Boshqacharog'i ham bor. Misol uchun mevalar desak, adashmasam mana bunaqamidi? Mana bunaqa edi-da. Shoshmang. Okay, bunaqa edi. Mana. Bu asosan bunaqasiga chiqarib berardi-da. Studentlar shunday yozay. Mana, studentlar yozsangiz, ya'ni shunaqa qilib chiqarib beradi. Reverse ishlardi-da bu ham. Buni vazifasi nimada bo'lyapti? Reverse o'zi vazifasi nimada? Reverse qilgan narsangiz teskarisidan chiqarib beradi. Misol uchun qarang, Halima, Shokir, Sarvinoz, Otabek, Abulqosim edi. Endi to'g'rilab beradi. Reverse ishlaydi. Demak, 2 nuqta reverse ma'nosini bildirar ekanda, 4 tali 2 nuqta -1 shunaqa. Xohlasiz bunaqasi ham bor-da, o'zi reverse ishlasangiz ham ma'qul. Chunki nima bo'lyapti? Reverse true yozish kerak. Ya'ni anaqa qilish kerak edi. Yo'q. Mana bunday yozish kerak edi sortlar ichidan-da. Ya'ni to'g'rilab berishimiz uchun. Men nima qildim? Shunchaki ancharoq osonroq yo'li bor edi, lekin ko'p xotiradan joy oladi. Buni ishlatmaganlaringiz ma'qul. Men xotira haqida gapiraman. Hali xudo xohlasa xotira haqida tushuncha beraman. Qanaqa xotira o'zi qayerdan joylashadi, qanday joylashadi, hammasi haqida gapirib bergan vaqtim. Kakras ana shu joylardan ko'rasizlar. Bu mana shundan ko'ra bu mana reverse true ancha yaxshiroq. Xo'sh, yaxshi ko'rdilaringiz shu vaqtgachasini. Okay. Bizda reverse o'zi bor. Misol uchun bunaqa kelmaydi-da-yu, mana bunaqa keladi. Boya adashib ketdim. Bu narsani mana bunaqasi bor. Mana reverse o'zi bor. Mana qilasiz, tamom. Keyin studentlar olib keladigan studentlarni olib kelsiz, mana qarang. Yana chiqarib beradi. Va tepada bunaqasi joylashgan-ku. Mana shu narsani to'g'rilab beradi. Reverse mana shunaqa ishlaydi. Ya reverse o'zi shu bunaqasidan bunaqasiga o'tkazib tashaveradi. Ya'ni xuddi shunaqa ishlaydi. Mevalar. Okay, mevalar o'chirib tashlagandik. Yana nimamiz bor edi? Studentlar. Qanaqa nimalar o'zgaradi? Ismlar bor edi. Bitta ismlar qoldi. Bitta ismlar. Shu bor. Misol uchun xuddi shu uchun ishlasak bo'ladi. Misol uchun ismlar nuqta reverse. Okay. Ismlar.
ba'zida unaqa o'zgartirish, ya'ni Yupiterga 2 qator kod yozsam 1 dunyo bo'ladi, qarang. Xuddi soatlab kod yozganga o'xshab qoladi. Shunisi ham yaxshi, keyin tartibli xohlagan vaqtingiz xohlagan joyingizdan topib olasiz. Okay, shu yaxshi. Endi bizda slicing degan narsa bor. Slicing bor. Bunda slicingda bu kesib olasiz. Ya'ni hozir ko'rsataman qanaqa kesib olasiz. Ya'ni slice'da tanlaysizda-yu qaysidir oralig'igacha kesib olish degan narsa bor. Hozir. Xo'sh, to'xtang. Ismlar, studentlarimiz bor. For desak, misol uchun student, studentlar, yana bitta boyaga ko'rib chiqamiz. Testayu print. Boya eslaringizdan shunday xato qilganik. Print student. Qarang, ana shunchaki mana anaqa qilgan bo'lar. Ya'ni mana shunaqa ham qilsiz bo'ladi. Buni o'zini chiqarganimiz yaxshiroq bo'ladi. Printimiz qolsa bu tartib bilan chiqarib beradi. Slicingda adashmasam hozir studentlar yozamiz. Dayu nechidan nechigacha kesib olishimizni aytishimiz kerak. Misol uchun mana bu to'lig'igacha chiqarib beradi. Bu mana shungacha deganimiz, masalan 2 gachasak 2 gacha chiqarib beradi. 2 gachasini, o'zini emas, 2 gachasini chiqarib beradi. Xohlasangiz belgilaysiz, 2 dan 3 gacha chiqar deysiz. Mana Sarvinoz o'zini chiqaradi. 2 dan oxirigacha chiqar deyish mumkin, hali nimagacha chiqarish mumkin. Tushunabsizmi? Bemalol mana bunaqasiga qilsiz bo'ladi. Mana avval qolsa bu orqachasiga chiqarib beradi. Xuddi shunday qilsiz bo'ladi. Qaysidir boya aytgandek -1 reverse ga ishlaydi degandim. Yana o'zgartirsak bo'ladi. Qaysidirgadir misol uchun -3 dan kesib qilamiz mana. Qarang, -3 dan misol uchun 1 gacha bo'lishi mumkinmi? Bo'sh listaga. Bunaqasi yo'q endi. Yana xato chiqishi aniq edi. Bo'lishi bo'ch. Qarang, -1 gacha Sarvinoz Shokir. Bu orqadan kesanish. Shunasi. O'zingiz xohlagancha kesib olsangiz, boshqa qilsangiz bo'laveradi o'zgartirishimiz uchun. Men sizlarga ham videosini ham tashlayman buni, avvalgi darsdagisini. Plus mana shuni ham ko'rasizlar-da, ikkita darsdagi borini ishlab sekin o'ylaverasizlar. Bu darsda adashmasam, anda uy vazifa yo'q. Uy vazifa berilmaydi. Asosan o'zlaringizga qo'yib beraman. Ko'proq shug'ullanishlaringizga. Chunki leslar bilan ishlashimiz ozgina kattaroq. Bitta bor, range'imiz bor. Range degan metodimiz bor. O'sha nima deydi? Bu qanchadan qanchagadir nima deydi? Natija chiqarishimiz uchun bo'ladi-da. Hozir ko'rsataman qanaqa funksiyamizda range funksiyasi qanaqa. Misol uchun sonlar deydigan bo'lsangiz, list deysiz, list range. Qarang bunaqa. List range aytasizda, uchun birdan nechigadir sana deysiz-ku, 11 gacha sana deysiz. Mana bunda sonlarni chiqaradigan bo'lsangiz, mana birdan 10 gacha sanaydi. Chunki o'shangacha degan narsa bor-da. O'shangacha chiqarib beradi. Bitta narsasi bor, endi undan ajoyib narsa bor. Ajoyib bor. Misol uchun juft sonlar deysiz bo'ladi. Juft sonlar deysiz. List aytasiz. List ichida range yozib, xo'p, 2, 11, 2 deysizda juft sonlarni chiqaradigan bo'lsak, mana 2, 4, 6, 8, 10. Nima deydigan bo'lsa bu desangiz, nima deyapmiz? 2 dan 11 gacha, ya'ni 10 gacha sanashni boshla. Faqat har bittasida o'sha 2 dan qo'shib ketaveradi degan. Ya'ni 2, 2, 2, 2 bo'lib ketaveradi. 2 ni o'zi 4, keyin 6, keyin 6 ga 2 8, keyin 8 ga 2 10. Xuddi shunaqa chiqarib berish uchun. Bu juft sonlar uchun. Xuddi shunaqa qilsangiz ham bo'laveradi. Yana ham ko'p misollar bor. O'zgartiraverasiz, o'zingiz ishlab ko'rasiz. Yana bitta narsa bor. Sonlar deysiz. Qarang. Sonlarni chiqaraydi. Mana sonlarimiz bor. Sonlarimiz bo'lgan bo'lsa, minimum sonlar bo'lishi mumkin. Mana 1.
maksimum sonlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu eng kattasi. Eng kichkinasi va eng kattasi. Minimum bilasizlar minimum, maksimum bilasizlar maksimum ishlaydi. Yana boshqacharoq bor. Misol uchun bir qator ichida hamma narsani yozasiz bular. Qiymatlar siz misol uchun. Xo'sh, nima yozsam bo'ladi? Sonlar, son demaylik. Sonlar xo'p boshqa o'zgaruvchi. Okay, ketdik. Bunaqa qilsak, x ko'paygan. Misol uchun 4x desak bo'ladi. In range 1 dan 11 gacha. Keyin sonlar. Qarang, ketaveradi shunaqa qilib. Har bittasini ko'paytirib ketaveradi. Shunday qilib ishlasiz bo'laveradi. Kvadrat chiqib ketaveradi. Xuddi shunaqa. Bu ham bir qiziq. O'zingiz xohlagancha ishlab ko'rsangiz bo'laveradi. Ya'ni listlarda hamma narsasini ko'ring, o'zgartirib ko'ring, o'ynab ko'rish kerak. Bitta prosta qolib ketmang. Menga bog'lanib, darsga bog'lanib. Men hozir tashlab beradigan darslarim ham o'zi kichkina narsa emas. Buni tashlayman, undan keyin avvalgi video dars tashlasam o'zi 2 soat ziyod bo'lib ketadi. Hamma narsa bo'yicha. Ikkalasi bilan-da. Kakir sizlar uchun ancha yaxshiroq bo'ladi. Xo'sh, qanchadan beri dars yozyapmiz? 36 minutdan beri. Xo'sh, yaxshi. Okay, yana nima o'tkazsam sizlarga? Bir ajoyib narsa bor. Tuple haqida eshitgan bo'lishlaringiz kerak, tuples haqida. Bu ham listga o'xshaydi. Ya'ni bu ham store qiladi, faqat boshqacharoq store qilish mumkin. Bitta narsa mevalar nuqta deysizda-yu, mana bu yerda copy, clear, index, insert, pop, remove hammasini ishlatib chiqargan variantini menga vazifa qilib tashlang. Har bittasini. Okay, bu vazifa tushunarli. Ana shu yerda turgan hamma qism. Shuningizda listni to'liq o'rganinglar. Xo'sh. Bu ham bir qanaqadir narsa-da. Xo'sh, sonlar deysizda-yu. Misol uchun, bunda faqat dumaloq qavs bilan ishlatasiz. 1 2 3 4 5 mana misol uchun. Print type sonlar type sonlar deysizda. Sonlar mana tuple bo'lib chiqadi. Bu dumaloq qavsimiz tuple. Tuple bilasizlar, o'zgartirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Tuple o'zgartira olmaysiz. Bitta narsani eslab qoling. Bitta tuple kirgizishimiz uchun, bitta bo'lish uchun. Uni orqasidan tuple o'zida virgul qo'yib ketasiz ichida, qiymatni ichida bitta bo'ladigan bitta ma'lumot. Misol uchun nima deyapman sizlar? Sonlar yozadigan bo'lsangiz, bitta sonni bir qo'yib mana bunaqa qo'yib ketavering. Tushunasizmi? Print deysiz. Type sonlar. Tuple not callable. Nima deyapti? Tuple object is not callable. Tushunmadim nimaga? Yo bu neto ko'p narsa yozib o'rganimganman, tepadagi bilan bir qilib qo'yganim. Asosan o'zi nima deydi? Make sense qilmaydi-yu, lekin nimagadir shu narsani tuple bitta nimasidan keyin virgul qo'yib chiqarib qo'yishgan shu narsa. Umuman tushunmaganman. Nimaga unaqa qilishgan? Asosan bir qaysidir sababga moslangandir, lekin tupledan keyin bitta qiymat bo'lsa, o'sha narsani qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bitta narsa bor, tupledan o'zgartirib olishimiz uchun, ya'ni tupledan tuplening o'zini ichida sirasi o'zgartira olmaysiz. Nimadir qilishimiz kerak. Shunaqa, ya'ni uni listga ko'chirib olasiz. Buni ham bir shug'ullanib ko'ring, tuple'ni tushundingiz. Tuple'ni ichib olasiz, o'zgartirib bo'lmaydi ichini. Tamom. Listga o'zgartirib olasiz. Tuple'ni o'zgartirib olib, boshqacha qilsiz bo'lishi kerak. Shunaqa. Keyin iloji boricha o'zbekcha kitob tashlaganman. O'zbekcha kitobdan setlar, tuple'lar, listlar va inglizchasidan ham shunaqa qilib o'qib, chiroyli o'qib chiqarib olsangiz degan umiddaman. Yoki men rekording qilishni to'xtataman.